puli yengilroq avtomat korobka Spark qidirib yurganlar uchun navbatdagi Spark avtomobilimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysa avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 105 ming kilometr. Mashinaning rangi GK2 mokriy asfalt. Mashina benzinda yurgan ekan, gaz umuman o'rnatilmagan, yurishlari, texnik holatlari ham yaxshi holatda. Oyog'ida kubl diskalar taqilgan, balonlarning holati o'rtacha, yomon ham emas, yangi ham emas. Yiliga nisbatan saloni ancha yaxshi holatda ekan, qirilib ketmagan. Chexol poligi bor, rul yaxshi holatda turibdi, monitor o'rnatilgan, Lenovo video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magicar bor, akkuratniy salon hidlanib ketmagan, akkuratniy. Kuzovidagi aybiga kraskasiga keladigan bo'lsak, kapot o'ng taraf cheti mana shu joyi sepilgan, krilo bilan qo'shib, ichiga o'tmagan, ichlari zavodskiy holatda turibdi. Va orqa chap krilosi, bu ham yuzaki sepilgan, eshigiga o'tmagan, bagajga o'tmagan. So'ylari absolyutni butun. Orqada pisochniy stop farali qo'yilgan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $7300. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.